Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Ko'pchilik har oy qo'lga kelayotgan elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi va boshqa kommunal kvitansiyalarni indamay to'lab yuribdi. Lekin ayrim fuqarolarda bu to'lovlarni to'liq yoki qisman kompensatsiya qilish, imtiyoz olish, hatto noto'g'ri hisoblangan qarzni bekor qildirish huquqi bor. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki bitta xatolik sabab oiga 200 ming, ba'zan 20 million so'mgacha ortiqcha pul to'lab qo'yish mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men oddiy tilda kim to'lashi kerak, kim to'lamasligi mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjat yig'ish kerakligini aniq tushuntiraman. Avvallari odamlar kommunal xizmatlar bo'yicha bitta oddiy qoidaga o'rganib qolgan edi. Kvitansiya keldimi? Demak to'lash kerak. Elektr keldi. Gaz keldi, suv keldi, issiqlik keldi, chiqindi keldi. Ko'p qavatli umumiy xizmatlar uchun kvitansiya keldi. Darrov to'lov qilinardi. Ko'pchilik hisob kitobni tekshirmasdi, hisoblash ko'rsatkichini solishtirmasdi, imtiyozi bor yo'qligini bilmasdi. Ayniqsa pensionerlar, nogironligi bor shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz yashovchi keksalar qarzim chiqib qolmasin deb oxirgi pulini ham kvitansiyaga berib yuborardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Bir tomondan tariflar o'zgaryapti. Ijtimoiy me'yorlar, limitlar, bosqichli tariflar joriy qilinyapti. Ikkinchi tomondan aholining himoyaga muhtoj qatlamlari uchun kompensatsiya, subsidiya, imtiyoz va qayta hisob-kitob qilish mexanizmlari bor. Ya'ni davlat ayrim toifalarga siz kommunal xarajatni yolg'iz ko'tarmaysiz, sizga yordam beriladi degan tizimni yaratgan. Lekin eng katta muammo shundaki, bu yordam avtomatik tushmay qolishi mumkin, reyestrda xato bo'lishi mumkin, ariza berilmagan bo'lishi mumkin. Fuqaroning huquqi bo'lsa ham tizimda ko'rinmay qolishi mumkin. Men bugun bu 6 kvitansiyani umuman hech kim to'lamasin demayapman. Bunday deyish noto'g'ri bo'ladi. Men aytayotgan asosiy gap, agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz, kam ta'minlangan oila sifatida tan olingan bo'lsangiz, nogironlik, pensiya, boquvchisini yo'qotish, ijtimoiy himoya reyestri, vaqtincha og'ir ahvol kabi asoslar bo'lsa, siz kvitansiyani ko'r-ko'rona to'lamasligingiz kerak. Avval tekshiring, kompensatsiya huquqingizni talab qiling, noto'g'ri hisoblangan summani qayta hisoblatib oling. Birinchi kvitansiya, elektr energiyasi. Elektr to'lovi bugun har bir xonadonda eng muhim xarajatlardan biri. Ayniqsa uyda muzlatgich, konditsioner, elektr plita, suv isitgich, nasos yoki isitish moslamasi ishlatilsa, summa tez oshib ketadi. Lekin elektr bo'yicha 3 ta narsani albatta tekshirish kerak. Birinchisi, hisoblagich ko'rsatkichi to'g'ri olinganmi? Ikkinchisi, tarif to'g'ri qo'llanganmi? Uchinchisi, sizga ijtimoiy me'yor yoki kompensatsiya tatbiq etilishi kerak emasmi? Masalan, bir oila oyiga 1,90 kilovat elektr ishlatdi. Tarif bo'yicha 200 kilovatgacha boshqa narx, undan oshsa yuqoriroq narx qo'llanishi mumkin bo'lgan holatlarni tasavvur qiling. Agar tizim xato qilib butun 1000 kilovatni qimmat tarifda hisoblab yuborsa, oila ortiqcha to'lov qiladi. Yoki hisoblagichda 2500 ko'rsatkich bo'lsa, kvitansiyada IMIF takinsus deb chiqsa, 300 kilovat ortiqcha yozilgan bo'ladi. Bu pulni darrov to'lab yuborsangiz, keyin qaytarish qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman. Elektr kvitansiyasi kelganda birinchi ish hisoblagichni suratga oling. Kvitansiyadagi oxirgi ko'rsatkich bilan solishtiring. Shaxsiy kabinetingiz yoki mobil ilovada qarzni ko'ring. Ikkinchi kvitansiya, tabiiy gaz. Gaz bo'yicha ham xatoliklar ko'p uchraydi. Ayniqsa hisoblagichi eskirgan, plombasi almashtirilgan, vaqtida tekshiruvdan o'tmagan yoki bir necha oy ko'rsatkich kiritilmagan xonadonlarda qarz birdan ko'payib ketadi. Ayrim oilalar men yozda gaz deyarli ishlatmadim, qanday qilib katta qarz chiqdi deb hayron bo'ladi. Sababi ba'zan o'rtacha sarf bo'yicha hisoblab yuboriladi, ba'zan eski qarz qo'shiladi. Ba'zan hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritiladi. Masalan, pensioner ayol yolg'iz yashaydi, oyiga juda kam gaz ishlatadi. Lekin kvitansiyada 400 ming so'm qarz chiqdi. U darrov to'lab yubordi. Keyin ma'lum bo'ldiki, uning hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan. Aslida qarz 10 ming so'm bo'lishi kerak edi. Agar u oldin gaz ta'minoti tashkilotiga borib davlatnoma tuzdirganida 310 ming so'm ortiqcha to'lamasdi. Shuning uchun gaz kvitansiyasida katta summa ko'rsangiz, ayniqsa siz kam sarflayotgan bo'lsangiz, to'layveray demang, avval tekshiring. Uchinchi kvitansiya, ichimlik suvi. Suv bo'yicha eng ko'p uchraydigan muammo, bu ro'yxatda turadigan odamlar soni.
Hisoblagich bor yo'qligi va oqova suv bilan bog'liq hisob-kitobdir. Agar xonadonda hisoblagich bo'lmasa, ko'pincha yashovchilar soniga qarab hisoblanadi. Lekin ko'chib ketgan farzandlar hali ro'yxatdan chiqarilmagan bo'lsa, oila ortiqcha to'laydi. Yoki uyda 2 kishi yashaydi, lekin tizimda 5 kishi ko'rsatilgan. Natijada har oy suv va oqova suv uchun ortiqcha summa yoziladi. Men ko'p ko'rgan vaziyat. Ota-ona uyda yolg'iz qolgan. 3 ta farzand boshqa shaharda yashaydi, lekin ro'yxatdan chiqmagan. Suv tashkiloti esa 5 kishi uchun hisoblayapti. Agar oyga har bir kishi uchun ma'lum norma asosida summa yozilsa, ota-ona har oy 2-3 kishining suvini ham to'layotgan bo'ladi. Bir oyda uncha bilinmasligi mumkin, lekin bir yilda katta pul chiqadi. Bunday holatda pasport bo'yicha yashovchilarni aniqlash, vaqtincha yashamayotganlar bo'yicha hujjat topshirish yoki hisoblagich o'rnatish kerak bo'ladi. 4-kvitansiya issiq suv va markaziy isitish. Ko'p qavatli uylarda bu eng basli to'lovlardan biri. Batareya sovuq edi. Nega to'layman? Issiq suv kelmadi. Nega kvitansiya keldi? Uyim burchakda, harorat past, lekin pul bir xil degan savollar juda ko'p. Bu yerda muhim qoida bor. Xizmat sifatli ko'rsatilmasa, fuqaro qayta hisob-kitob talab qilish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin og'zaki shikoyat yetmaydi. Dalolatnoma kerak. Harorat o'lchanishi, xizmat ko'rsatilmagan kunlar qayd etilishi. Boshqaruv kompaniyasi yoki issiqlik ta'minoti vakili chaqirilishi kerak. Masalan, noyabr oyida uyda isitish 10 kun davomida me'yorida bo'lmadi. Aholi sovuq bo'ldi deb gapirdi. Lekin hech kim rasmiy ariza bermadi. Kvitansiya esa to'liq oy uchun keldi. Bunday holatda keyin isbotlash qiyin. Agar o'sha kunlarda ariza berilib, davlatnoma tuzilganida 10 kunlik xizmat uchun qayta hisob-kitob talab qilish mumkin bo'lardi. Shuning uchun issiqlik bo'yicha men har doim rasmiy iz qoldirishni maslahat beraman. Telefon orqali murojaat qilsangiz ham raqamini yozib oling. Ariza bersangiz nusxasiga kirim raqami qo'ydiring. 5-kvitansiya maishiy chiqindi. Chiqindi to'lovi kichik ko'ringani bilan, ayniqsa katta oilalarda yoki noto'g'ri ro'yxat bo'lsa ortiqcha chiqadi. Bu yerda ham asosiy masala yashovchilar soni. Bir odam chet elda ishlayapti, biri boshqa viloyatda o'qiyapti. Biri nikohdan keyin boshqa uyga ko'chgan, lekin tizimda hammasi shu manzilda turibdi. Natijada chiqindi to'lovi 2 kishi o'rniga 6 kishi uchun keladi. Masalan, uyda ona va ota yashaydi, farzandlar Rossiyada yoki Toshkentda. Lekin chiqindi kvitansiyasida 6 nafar aholi ko'rsatilgan. Agar har bir kishi uchun oyga alohida to'lov yozilsa, ota-ona 4 kishining chiqindisi uchun ham pul to'laydi. Bu masalada mahalla migratsiya chiqindi korxonasi va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdagi ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. Hujjat bilan murojaat qilinsa, ko'p holatda qayta hisob-kitob qilish mumkin. 6-kvitansiya, ko'p qavatli uydagi umumiy xizmatlar. Boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat to'lovlari. Lift, yo'lak yoritilishi, tomni ta'mirlash, supurish, hovlini tozalash, umumiy joylarni saqlash kabi to'lovlar ko'pincha aholiga tushunarsiz bo'ladi. Men bu to'lovlar kerak emas demayman. Aksincha, uy saqlanishi uchun xizmat haqi bo'lishi tabiiy. Lekin xizmat ko'rsatilmasa, shartnoma bo'lmasa, smeta tasdiqlanmasa, umumiy yig'ilish qarori bo'lmasa yoki sizdan 2 marta bir xil narsa uchun pul olinayotgan bo'lsa, savol berishga haqqingiz bor. Masalan, kvitansiyada ta'mirlash fondi deb bakan 1000 so'm, yana alohida tom ta'miri deb 1000 so'm chiqdi. Aholi bilmay to'ladi. Keyin ma'lum bo'ldiki, tom ta'miri bo'yicha umumiy yig'ilish qarori bo'lmagan, ish hajmi ko'rsatilmagan. Bunday holatda boshqaruv kompaniyasidan shartnoma, bajarilgan ishlar dalolatnomasi, xarajatlar smetasi va aholi yig'ilishi bayonnomasini talab qilish kerak. Chunki siz pul to'layotgan bo'lsangiz, uning nimaga ketayotganini bilishga haqlisiz. Birinchi navbatda kam ta'minlangan oilalar. Agar oila ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan bo'lsa yoki moddiy yordam, nafaqa, bolalar puli ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsa, kommunal xarajatlar bo'yicha kompensatsiya yoki qo'shimcha yordam olish imkoniyatini albatta tekshirish kerak. Ko'p odamlar men bolalar puli olaman, lekin kommunalga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Aslida ijtimoiy himoya tizimida turish boshqa imtiyozlar uchun ham asos bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironligi bor shaxslar va nogironligi bor farzandi bor oilalar. Bunday oilalarda xarajat ko'p bo'ladi. Dori-darmon, parvarish, transport, maxsus jihozlar. Shuning uchun kommunal to'lov bo'yicha imtiyoz yoki yordam bor yo'qligini tekshirmasdan to'lash noto'g'ri. Sizdan talab qilinadigan narsa nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Yashash manzili
xizmat ko'rsatuvchi tashkilot shaxsiy hisob raqamlari va ariza. 3-toifa yolg'iz pensionerlar va yolg'iz yashovchi keksalar. Bu insonlar ko'pincha huquqini talab qilmaydi. Kvitansiya kelsa indamay to'laydi. Aynan shu toifaga qarindoshlar yordam berishi kerak. Agar onangiz, otangiz, buyingiz yoki bobongiz yolg'iz yashasa, bir marta vaqt ajrating, ularning barcha kvitansiyalarini ko'rib chiqing. Kimlar ro'yxatda turibdi? Qarz qayerdan chiqqan? Hisoblagich ko'rsatkichi to'g'rimi? Imtiyoz bormi? Hammasini tekshiring. 4-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar, ko'p bolali oilalar, vaqtincha ishsiz qolgan yoki og'ir ijtimoiy vaziyatga tushgan oilalar. Ba'zida odam mening rasmiy imtiyozim yo'q deb o'ylaydi. Lekin mahalla ijtimoiy xodim, tuman ijtimoiy himoya bo'limi orqali holat o'rganilib, yordam tayinlanishi mumkin. Muhimi siz murojaat qilishingiz kerak. Jim tursangiz, tizim sizning muammoingizni doim ham avtomatik ko'rmaydi. Agar sizning daromadingiz barqaror bo'lsa, imtiyozli toifaga kirmasangiz, hisoblagichlaringiz to'g'ri ishlasa, kvitansiyalarda ko'rsatkichlar mos bo'lsa, qarz tushunarsiz ko'paymasa, xizmat sifatli ko'rsatilsa, siz odatdagi tartibda to'lov qilaverasiz. Lekin bu tekshirmaslik mumkin degani emas. Hatto imtiyozi yo'q odam ham noto'g'ri hisoblangan pulni to'lamaslikka haqli. Huquq faqat imtiyoz degani emas. Huquq bu to'g'ri hisob-kitob, sifatli xizmat, shaffof ma'lumot va asosli kvitansiya talab qilishdir. Eng birinchi nozik jihat, kompensatsiya hamma kommunal to'lovni cheksiz qoplab bermaydi. Ko'p hollarda yordam ma'lum me'yor, ma'lum davr, ma'lum toifa yoki ma'lum xizmat turi bo'yicha bo'ladi. Masalan, oilaga bazaviy iste'mol me'yori doirasida yordam berilishi mumkin, lekin juda katta sarf bo'lsa, ortiqcha qismi oila zimmasida qoladi. Shuning uchun menda imtiyoz bor ekan, endi qancha ishlatsam ham bo'laveradi degan xulosa noto'g'ri. Ikkinchi nozik shart kompensatsiya kechikib tushishi mumkin. Sizning huquqingiz bor, lekin pul yoki chegirma tizimda keyingi oy ko'rinishi mumkin. Shu sababli ariza berganingizda qabul qilingan sanani, ariza raqamini, mas'ul xodim ism familiyasini yozib oling. Agar keyin siz murojaat qilmagansiz deyishsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. 3-nozik jihat, qarz bilan imtiyoz alohida masala. Ba'zi xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar avval eski qarzni to'lang, keyin imtiyoz deyishi mumkin. Lekin eski qarzning o'zi noto'g'ri hisoblangan bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun qarz bo'yicha batafsil ma'lumotnoma talab qiling. Qaysi oy, qancha sarf, qaysi tarif, qaysi ko'rsatkich asosida hisoblangan. Agar qarz aniq va asosli bo'lsa, uni hal qilish kerak. Agar xato bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qilinadi. 4-nozik jihat, og'zaki va'da hujjat emas. Xavotir olmang, hal qilamiz, keyingi oyda tushadi. Sizga chegirma bo'ladi degan gaplar yetarli emas. Ariza, dalolatnoma, ma'lumotnoma, kirim raqami, SMS xabarnoma, shaxsiy kabinetdagi yozuv, bular muhim. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 3 oy yuradi, hamma bo'ladi deydi. Lekin hujjat yo'q. Keyin masala cho'zilib ketadi. 5-nozik jihat, manzil mulk egasi masalasi. Ba'zan imtiyoz fuqaroning o'ziga tegishli, kvitansiya esa boshqa odam nomida. Masalan, uy marhum ota nomida qolgan. Pensioner ona yashayapti, lekin shaxsiy hisob eski egada. Bunday holatda imtiyozni qo'llashda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy hisob raqamlarini, mulk hujjatlarini, yashash manzilini tartibga keltirish kerak bo'ladi. Birinchi qadam, barcha kvitansiyalarni yig'ing. Oxirgi 6 oy yoki imkon bo'lsa 2 oy uchun elektr, gaz, suv, oqova suv, issiqlik, chiqindi, boshqaruv kompaniyasi to'lovlarini alohida papkaga joylang. Qog'oz bo'lsa qog'oz, elektron bo'lsa skrinshot. Shaxsiy hisob raqamlarini yozib chiqing. Har bir kvitansiyada summa, davr, ko'rsatkich va tarif ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, hisoblagichlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv hisoblagichlari ko'rsatkichini suratga oling. Suratga sana ko'rinadigan qilib oling yoki telefon galereyasida saqlang. Kvitansiyadagi ko'rsatkich bilan solishtiring. Agar farq katta bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga darhol murojaat qiling. Men falon manzilda yashayman. Shaxsiy hisob raqamim falon. Kvitansiyada ko'rsatilgan hisoblagich ko'rsatkichi amaldagi ko'rsatkichga mos emas. Qayta tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. 3-qadam, ro'yxatdagi odamlar sonini aniqlang. Suv va chiqindi bo'yicha bu juda muhim. Mahalladan yoki tegishli tizimdan manzilda kimlar ro'yxatda turganini tekshiring. Agar amalda yashamayotgan odamlar hisobga olinayotgan bo'lsa, ularning boshqa joyda yashayotganini tasdiqlovchi hujjat, vaqtincha ro'yxat, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ish joyidan ma'lumotnoma yoki boshqa asoslarni tayyorlang. 4-qadam, imtiyoz huquqingizni tekshiring.
Buning uchun mahalladagi ijtimoiy xodimga, tuman yoki shahar ijtimoiy himoya bo'limiga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Siz mening oilam kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya, subsidiya yoki imtiyoz olish huquqiga egami deb aniq savol bering. Umumiy gaplashmang. Javobni yozma shaklida olishga harakat qiling. 5-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, JSHIR, yashash manzili, oila tarkibi haqida ma'lumot, daromadlar bo'yicha ma'lumot, pensiya yoki nafaqa hujjati, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, shaxsiy hisob raqamlari, oxirgi kvitansiyalar kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun ro'yxatni aniq so'rang. 6-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lsin. Masalan, men falon manzilda yashayman. Oilam ham ta'minlangan sifatida ro'yxatda turadi. Yoki men nogironligi bo'lgan shaxsman, yoki men yolg'iz pensionerman. Keyin kommunal xizmatlar bo'yicha imtiyoz, kompensatsiya yoki qayta hisob-kitob qo'llashni so'rayman deb yozing. Agar noto'g'ri hisob-kitob bo'lsa, falon oy uchun kvitansiyada ko'rsatkich noto'g'ri, amaldagi ko'rsatkich falon, tekshiruv o'tkazib, qayta hisob-kitob qilishni so'rayman deb aniq yozing. 7-qadam, har bir murojaatni qayd qildiring. Ariza topshirsangiz, nusxasi kirim raqami, sana va qabul qilgan xodim imzosini qo'ydiring. Elektron topshirsangiz, tasdiqlovchi xabarni saqlang. Telefon orqali murojaat qilsangiz, murojaat raqamini so'rang. Bu juda muhim. Chunki keyin natija bo'lmasa, yuqori tashkilotga yoki iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi organlarga murojaat qilish uchun dalil kerak bo'ladi. 8-qadam, xizmat sifatsiz bo'lsa, davlatnoma tuzdiring. Issiqlik past bo'lsa, issiq suv kelmasa, lift ishlamasa, yo'lak chiroqlar yonmasa, chiqindi vaqtida olib ketilmasa, faqat shikoyat bilan cheklanmang. Boshqaruv kompaniyasi, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki mahalla vakilini chaqiring. Holatni rasmiylashtiring. Video va foto oling. Qo'shnilar bilan birgalikda jamoaviy murojaat qilsangiz, ta'siri kuchliroq bo'ladi. 9-qadam, ortiqcha to'langan pul bo'lsa, qaytarish yoki keyingi to'lovga o'tkazishni so'rang. Ko'pchilik mayli, o'tib ketdi deydi. Yo'q, agar ortiqcha to'lov aniqlansa, u keyingi oylar uchun hisobga olinishi yoki belgilangan tartibda qaytarilishi kerak. Arizada ortiqcha hisoblangan summani bekor qilishni va ortiqcha to'langan summani shaxsiy hisobimga kredit sifatida kiritishni so'rayman deb yozish mumkin. 10-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ayniqsa keksalar, nogironligi borlar, yolg'iz ayollar, ko'p bolali oilalar hujjat ishida qiynaladi. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, faqat o'zingizni emas, ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshingizni ham o'ylang. Birgina kvitansiyani tekshirib berishingiz ularning bir oylik dori pulini saqlab qolishi mumkin. Birinchi misol, 3 farzandli oila ijtimoiy reyestrda turadi, lekin elektr va gaz bo'yicha kompensatsiya huquqini tekshirmagan. Oyiga elektr 2-5 ming, gaz qishda 500 ming, suv va chiqindi 500 ming, jami 900 ming so'm atrofida to'laydi. Agar ular tegishli yordamga haqli bo'lsa, xarajatning bir qismi qoplanishi mumkin. Bu oila har oy oziq-ovqatdan qisib to'layapti. Aslida esa birinchi navbatda ijtimoiy himoya bo'limiga borib, huquqini aniqlash kerak. Ikkinchi misol, yolg'iz pensioner ayolning uyida suv hisoblagichi yo'q. Tizimda 4 kishi turibdi. Har oy suv va chiqindi 4 kishiga hisoblanadi. Aslida uyda bitta odam yashaydi. U bir yilda 100 minglab so'm ortiqcha to'lagan bo'lishi mumkin. Yechim oddiy. Ro'yxatni tekshirtirish, amalda yashovchilar bo'yicha ma'lumot berish, imkon bo'lsa hisoblagich o'rnatish va qayta hisob-kitob so'rash. 3-misol, ko'p qavatli uyda isitish 15 kun yaxshi ishlamadi. Aholi to'liq to'lov qildi. Keyin hamma norozi bo'ldi. Lekin rasmiy dalolatnoma bo'lmagani uchun qayta hisob qildirish qiyinlashdi. Agar ular o'sha vaqtda ariza yozib, harorat o'lchovi va xizmat sifati bo'yicha dalolatnoma tuzdirganida to'lov kamayishi mumkin edi. Aziz tomoshabinlar, bugungi asosiy fikr shuki, kvitansiya keldi degani uni tekshirmasdan to'lash kerak degani emas. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi va uy boshqaruvi bo'yicha har bir summa asosli bo'lishi kerak. Agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz, kam ta'minlangan bo'lsangiz, nogironlik, pensiya boquvchisini yo'qotish yoki boshqa ijtimoiy asoslaringiz bo'lsa, kompensatsiya va yordam huquqingizni albatta tekshiring. Agar xizmat sifatsiz bo'lsa yoki hisob noto'g'ri bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qiling. Endi sizdan iltimos, kommentariyada yozing. Sizda qaysi kvitansiya bo'yicha eng ko'p muammo bo'lyapti?
elektrmi, gazmi, suvmi, isitishmi yoki chiqindimi? Men keyingi videolarda eng ko'p yozilgan muammolar bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz va qarindoshlaringizga yuboring. Chunki ko'p odamlar o'z huquqini bilmagani uchun ortiqcha pul to'lab yuribdi.